Yigitlar, akalar, ukalar, farzand tarbiya qilishdan ko'ra muhimroq ish yo'q hayotimizda. Masalan, siz ilmingiz yo'q, diniy bilimlardan xabaringiz yo'q. Ammo duo qilsiz, farzandimga shu ilmni bergin deb. Qo'lingizdan kelgan sharoit yaratib berib, yo'lasiz, ilm yo'liga yo'llab qo'ysiz, doim duo qilib tursiz. Farzandingiz olimlardan bo'lib yetsa, qilgan har bitta savobli amalidan sizga ulush bor. Bolangiz yetgan cho'qqi sizni yetgan cho'qqingiz bo'ladi. Otalar bor tashab qo'ygan o'zini xohiy bo'ladi. Biror bir musibatga kirib, boshi bir muammoga kirib qolgan paytda orqasidan odamlar istab kelishni boshlaganda nima qilib yuruding o'zi, qadi yuruding deydi. Yana otalar bor, o'zini umrini farzandlarini tarbiyasi yo'liga tikib qo'ygan. Dunyodagi bitta muhim ishi mana shu deb turib, birinchi o'ringa farzandlarini tikib qo'ygan tarbiyasi. Pulini sarflaydi, tinmasdan kuzatib turadi. Ya'ni palonchining bolasi bo'ladi-ku. Sizni bolangiz hamchi xuddi o'sha palonchining bolasidaqa. Aqli xushi joyida, faqat nima yo'q? Birodarlar, farzandlarning haqqida duoda bo'laylik. Молодец, Коля.